respublikamiz bo'ylab O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida 5-respublika kitobxonlik haftaligi boshlanmoqda. Bunda butun respublikamiz bo'ylab axborot kutubxona markazlarida bir qancha reja dastur asosida tadbirlar, yozuvchi shoirlar bilan uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Shu jumladan bizning Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazida ham bugun haftaligimizning ochilish marosimida Ziyo istagan qalblar mavzusida festivalimiz bo'lib o'tmoqda. Haftaligimizning ochilish marosimida Chilonzor tuman oqila ayollar harakati a'zolari, Toshkent shahar 164-maktab o'quvchilari hamda Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazining mutaxassislari ishtirok etishmoqda. Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazimizda Ziyo istagan qalblar festivali bo'lib o'tmoqda. Bu festivaldan asosiy ko'zlagan maqsadimiz yoshlarni, maktab o'quvchilari, yoshi katta qarilarni hammasini kitobxonlikka chorlash va milliy qadriyatlarimizni yosh avlodga yetkazib berish maqsadida ushbu festival o'tkazilmoqda. Bu festivalda she'rxonlik, laparlar, turli xil o'qigan kitoblar doirasida suhbatlar va har xil savol-javoblar bo'lib o'tadi. Bunday tadbirlarimiz kutubxonamizda bir hafta mobaynida davom etadi va barcha kitobga oshno bo'lgan qalblarni Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazimizda taklif qilib qolamiz. Biz bugun 164-maktabdan tashrif buyurdik. Toshkent shahar bilim axborot kutubxonasiga keldik. Bu yerda kutubxonlik haftaligi o'tkazildi. Biz bunda qatnashib, kutubxonlik haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Tadbir juda ham bizga manzur bo'ldi. Barcha o'quvchilar qatnashdi. Bunaqa tadbirlar yana ko'proq bo'lishini xohlardim.